Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Kamina Islomjon G'aniyev Agri-Pure Group'da savdo menejeri faoliyatini yuritaman. Ushbu biz Namangan filialimizga yetib kelganmiz. Inshaalloh bu yerda sizga kerak bo'ladigan Melis'ti, bittalik, ikkitalik, Barbaros brendiga tegishli bo'lgan bittalik, ikkitalik moylim suxoy apparatlarini hamda chorvaga kerak bo'ladigan, misol uchun kunlik davomida kerak bo'lib turadigan nosozliklarni to'g'rilaydigan zapchastlari va servis xizmati Namangan shahar Lola Jahon bozorini qarshisida do'konimiz ochilgan 2 oy bo'ldi. Ushbu do'konimiz ochilganiga ba'zi bir sabablar ishlarimiz ko'pligi uchun bu yerga yetib kela olmay, auditoriyaga ko'rsata olmay turgandim. Bugun nasib 17-iyun sanasida yetib keldik. Ushbu mo'jazgina bizni bir nima deydi joyimizga shu narsalarni ko'rsatib qo'yam. Namangan ahli bemalol ushbu jahon bozoridagi do'konimizdan shu narsalarni arzon va qulay narxlarda vaqtni tejagan holatda ushbu do'konimizda Shahridindan xarid qilishlaringiz mumkin. Bemalol ishonch raqamlarimizni qoldiramiz va aytib ham o'taman 88lik 055 11 00. Bu yerga ukamiz Jamshidbek Ziyodbayev ham kelganlar. Joyimizni ko'rsatyapmiz. Lola Jahon bozori mana 500 metrda bu tarafda, qibla tarafda turibdi. Mana to'g'rimizda basseyn bor ekan. Mo'ljal stadion basseyn bor ekan.